Yep, padaringga la'nat sana. Menga qara, o'zing ham bunaqa yuravermassan, otangga ham bitta qarab qo'ysang bo'lardi. Adi, Ha bolam, qachongacha meni sharmanda qilib yurmoqchisiz? o'g'lim, seni sharmanda qiladigan nima ish qildimmi? Ko'chada kimlarga yalam yuribsiz balon taqib berdi? Kimni otasiligingizni esingizdan chiqarib qo'ydingizmi? O'g'lim, balon olib bersam ro'zg'or deding, u deding, bu deding. Men borib yalinganim yo'q. O'zingiz taqib berishdi. Qatta taqib berishdi o'zi u balonni. Sergelida, betonkani bo'yida, Continental degan balon magazin bor ekan-ku, baraka topkirlar o'shalar taqib berishdi. Boring kiring uyga. Sardor, yangi mollar kelgan, joylarni ochib paradga qilib qo'yish kerak. Skidkadagi mollarni ham chekka olib qo'yish kerak. Bo'ldi, Bahodir aka, bo'ldi. Hammasini cho'tga qilib qo'yaman. Continental do'konining xo'jayini kim ekan? Aka, assalomu alaykum. Nima xizmat? 2 kun oldin bitta boboy kelib sizlardan qarzga balon olib ketgan ekan. Rahmat ukam, Alloh rozi bo'lsin. Keyingi oy pensiyamni olishim bilan 700 mingini tashab ketaman. Dada, 700 ming kerak emas, bitta duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Qani, ilohi omin o'g'lim, ochgan Continental balon do'koningni fayz barakasini bersin. Senga tarbiya bergan ota-onangga ming rahmat. Keluvdilar. Biz ularga qarzga bermaganmiz, hadya qilganmiz. Menga qara, hadyani boshqaga qilasan. Meni kimligimni bilasanmi? Men bilaman seni kimliging. O'zidan zo'r yoqib olib ota-onasini xorlayveradigan bitta churbansan-da. Tushunmadim. Nimani tushunmayapsan? Otangga vaqtida qarab qo'yib xizmatini qilib qo'ysang, mana bunaqa do'konlarga kirib, to'pisini qishaytirib, yalinib yurmaydi balon taqberlaring.